Sovuq tushib qoldi bizda уже qish kelyapti. Qishda eshitiladigan eng mashhur gap shapkaniki. Shapkaniki. Nimaga buni doim ayollar aytadi bilasizmi? Chunki mana misol ko'chada kichkina bolani ayasi yetalab ketayotgan bo'lsa, boshida shapkasi bo'lmasa, ayasini qaranglar, bee'tibor ekan, shapkasini kiygizmayapti deydi. Ashi bolani dadasi yetalab ketayotgan bo'lsa, dadasi rosa mehribon ekan, aylantirib yuribdi, lekin ayasi bee'tibor ekan, shapkasini kiygizmayapti deydi. Shuning uchun har doim ayollar shapkaniki bo'lmasa o'ltiraveraman deydi. Kiymasam nima bo'ladi? Og'rib qolasan. Og'rib qolsam-chi? Aptekaga kirdim yaqinda. Dori 120 ming so'm deydi. Oldimda aytgan shapalama qo'yardim. Shapkani kiysam bo'lmaydimi desam, uka, aptekani egasiman deydi. Nima bo'pti? Kallang bor-ku, shapkani kiyib olgin dedim. Haligi qishda ichamiz deb turib, yozda ichilmagan kompotlar sizlarga ham qishda ochtirmaydimi uydagilar yo bitta menga bo'lganmi? Og'rib qolasan. Nima biz kompot qilamizmi yo vino qilamizmi bilmayman, srog o'tishini kutamiz yo botulizm bo'lib qoladigan kunni kutamiz. Og'rib qolasan. Og'rib qolsam nima bo'ladi? Og'rib qolsam bo'lmaydimi? Bunday hali isitma o'lchaydigani qo'yib bitta 38 38 hisob pas 35 chiquncha qo'yamiz.